Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Hozir biz sizlarga ota hovlimizga qo'ygan 20 kilovatli quyosh paneli stansiyamizni obzor qilib beraman. Bu quyosh paneli stansiyamizni qo'yishga sabab bo'lgan narsa, otam o'zlarining kichkinagina bizneslari bor edi. O'zlari ikkita mol olib, har oy olib, semirtirib, uni sotib, shundan biznes qiladilar. Men buni ko'rib, otamga yaxshi taklif aytdim. Keling, quyosh panelini qo'yaylik, hidi yo'q, xushi yo'q. Toza biznes taklif qilaman deb taklif qilib, shunga ko'ndirib qo'yib berdik. Moldan bir oyda 500 mingdan 1 milliongacha foyda olsa bo'ladi. Hozir biz otamga 20 kilovatli quyosh paneli stansiyasini qo'yib berdik. Bundan xudo xolasa kutilayotgan foyda oyiga 3 million so'mni tashkil qiladi. Yaxshi panellardan qo'yib berdik. Jinko brendiga tegishli panellardan. Metal konstruksiyalarimiz 4x4 uгольник X tenkalik. Simlarimiz har doimgidek yonmas simlardan qo'yib berdik. Pastda invertor ishlash jarayonlarini hozirlarga ozgina obzor qilib ko'rsatamiz. Pastga yurdik. Mana hozir invertorlarimiz jarayonida. Invertorlarimiz DEA invertori. Hozir soat millarimiz 3. 14 kilovat nagruzik ushlab turibdi o'zida. Xo'p, shitlarimizga qo'yilgan dashtalarimiz, o'zini maxsus avtomatlari, постоянный tok avtomatlari, chaqmoqqa qarshi dashtalar, zizimlina qilingan. Обязательно и cho'chik qismimiz mana chiroyli qilib terilgan. Cho'chik ulab qo'yganmiz. Hozir tok sotish jarayonida. Invertorimiz mana hozir pakajlaniyasi 13.988. Примерно yaxshilab aytganda 14 kilovat. Ikki mahallada 17 kilovatgacha nagruzik ushlagan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ideal jamoamizga murojaat qilamiz. Chiroyli qilib o'rnatib beramiz.